soliqni deklaratsiya qilish menga nima beradi? Yoki daromadim yo'q, daromadim kam, menga nima naf? Degan savol o'sha sizlarga kelgan bo'lishi mumkin. Bu savollarni javobini men sizlarga hozir aytaman. Eng kamida 5 ta nafi bor. 5 ta sizlarga keladigan benefiti bor. Agar daromadlaring kam bo'lsa ham yoki daromadlaring bo'lmasa ham mana shu foyda 5 ta foyda bor sizlarga soliq deklaratsiya. To'ldirish uzr, suvchi oling. Berilib ketib qoldim shekilli. Xo'sh, birinchi benefit. To'lagan soliqlaringizni qaytarib olish. Birinchi benefit. Buni detalini tushuntiraman keyingi slaydlarda. Ikkinchi benefit, o'qish to'lovi uchun chegirma olish. Buni biz tax credit deymiz, inglizchasiga tuition tax credit. Uchinchisi, qo'shimcha qiymat solig'i yoki Kanada tili bilan aytganda HST, GST solig'ini qaytarib olish. To'rtinchisi, bola puli, child tax benefit olish, agar farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa. Beshinchisi, boshqa provinsial soliq imtiyozlarini olish. Bundan tashqari boshqa imtiyozlar ham bor. Agar bu bo'yicha agar akkauntantlarga bog'lanmoqchi bo'lsalaring yoki menga bog'lanmoqchi bo'lsalaring, sizlarning holatlaringizdan kelib chiqib turib aytishim mumkin yana qanaqa afzalliklarga siz uchun bo'lishini. Xo'sh, bularning endi har bittasiga to'xtalib o'tsam. Birinchi masala. Agar siz yil davomida ish beruvchi, ya'ni employment income generate qilgan bo'lsangiz, ya'ni ishlayotgan bo'lsangiz, oylikchi sifatida biror bir tashkilotda, kompaniyada o'sha oylik sizga oylik berayotgan tashkilot sizga oylik berishdan oldin oyligingizni bir qismini soliq uchun ushlab qolib, federal yoki provinsial hukumat uchun uni chegirib hukumatga CRAga o'zi o'tkazgan bo'ladi. Sizga, ya'ni qo'lingizga soliqdan keyingi, soliqdan qolgan qismi tegadi. Bu degani o'zi yil davomida siz soliq to'lab boryapsiz. Bu soliqlar odatda soliq to'lovchiga insentiv berish maqsadida, ya'ni deklaratsiya qilishga majburlash maqsadida ko'proq undirib olinadi odatda. Ya'ni sizga ish beruvchi keragidan ortiq undirib davlatga o'tkazib beradi soliqlarni. Siz nomingizdan. Ular buni ataylab qilmaydi, qonunda talabi shunaqa. Yilda oxirida sizga T4 degan forma beradi. Mana shu sizda hozir slaydda ko'rib turibsizlar. T4 formasi, o'sha T4 formasi agar qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, o'shani mana men chizib qo'ygan 22-blokini qarang. 22-blokda siz yil davomida qancha soliq to'laganingiz ko'rsatilgan bo'ladi. 14-blokida, ya'ni chizib qo'yganim bu tomonida sizga qancha oylik to'langanligi umumiy ko'rsatiladi. Shu oylikdan qanchasi soliqqa o'zi ushlab CRAga o'tkazib berilganligi mana ko'rsatilyapti 22-blokda. Aytib o'tganimdek, bu soliq miqdori odatda keragidan ortiq undirilgan bo'ladi. Mana shu soliqda ayrim qismini yoki butunlay qaytarib olish uchun birinchi o'rinda deklaratsiya to'ldirish kerak odam. Faqat deklaratsiya to'ldiribgina shu soliqni qaytarib ola olasiz. Shuning uchun ham birinchi sabab deklaratsiya to'ldirish kerak, ortiqcha to'langan soliqni qaytarib olish uchun. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab. Har bir Kanada soliq rezidenti yil davomida topgan daromadini dastlabki $15,705 2024-yil uchun soliqdan butunlay ozod qilingan. Ya'ni siz Kanadada topayotgan daromadingizni dastlabki salkam $16,000 qismi soliqdan umuman butunlay ozod qilingan. Buni biz basic personal amount deymiz, tax lawyerlarda yoki accountantlarda tilida. Bu imtiyoz, ya'ni siz agar yil davomida $15,000 dan oshiq daromad qilgan bo'lsangiz, sizni dastlabki $15,000 ushlab qolingan soliq 15% qismi sizga qaytib berilishi kerak. Tushunyapsizmi? Sizni $15,000 dan ish beruvchini ushlab qolgan solig'i
sizga qaytib berilishi kerak. Lekin bu faqat siz soliq deklaratsiya to'ldirsangizgina amalga oshiriladi. Bu siz ko'pincha aytasizlar, "O, refund oldim, boshqa". Refund olayotganlaringning asosiy sababi shu. Birinchisi shu ortiqcha undirib yuborilganligi, ikkinchisi shu dastlabki 15 mingdan to'lagan soliqlarning sizlarga qaytayotganligi. Umuman bunday hisoblaganda 15.705 dollardan olingan 15% soliq 2356 dollar bo'ladi. Ya'ni sizga qaytarilgan refundni 2356 dollari aslida shu. Agar siz refundni 15 ming dollardan ziyod daromad qilib, oylikchi sifatida, agar hatyobi shu nimani olmayotgan bo'lsangiz, something is wrong. Shu refund chiqishi kerak aslida. Ya'ni nima? Ya'ni ish beruvchi sizni oyligingizdan ushlab qolyapti, sizga oylik berayotganda, siz seriyaga o'tkazib beryapti, seriya o'shani bir qismini 15 mingdan to'langan qismini sizga qaytarib beryapti. Xo'sh, uchinchi sabab asosiy. Sizlar hozir aytishlaring mumkin. Vaqt aka, shu paytgacha yana oyligi bor odamlarni refund haqida gapiryapsiz-ku. Bizda agar daromad bo'lmagan bo'lsa-chi 2024-yilda. Ana endi sizlarning navbatlaring keldi. Oralaringda studentlar bo'lishi mumkin, talabalar, juda katta xalqaro talaba sifatida juda katta tuition feelar to'layapsizlar. O'zlaring uchun, turmush o'rtoqlaring uchun. Agar 2024-yilda tuition fee to'langan bo'lsa, bu to'lagan summalaring odatda yilda oxirida o'sha tashkilot yo universitet yoki kollej o'zlaringning portallaringga kirsalaring tax rubriga bo'ladi. O'sha yerda T2202 degan forma beradi. Shu T2202 formada ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Mana bu yerda qizil bilan belgilab qo'ydim. Siz yil davomida qancha tuition fee to'laganingiz. Aslida siz soliq deklaratsiya qilsangiz, sizni dastlabki 11 ming dollar plus, agar 2024-yilda studentlikdan tashqari agar daromad qilgan bo'lsangiz, yoki 2024-yilda daromad qilmagan bo'lsangiz, kelajakdagi topadigan 11 ming dollar plus 2025 da bo'lishi mumkin, 26 da bo'lishi mumkin. O'shancha puldan undirib olingan soliq seriya sizga qaytarib berishga majbur. Agar mana shu formani 2024-yil uchun soliq deklaratsiyasi to'ldirib, shu formani tax return qilib submit qilib qo'ysangiz, jo'natib qo'ysangiz. Chunki bu seriyaning sistemasiga fiksировать bo'ladi, siz deklaratsiya qilsangiz. Bu degani faqat soliq qonunchiligida juda kam turdagi shunga o'xshagan tax kreditlar bor, kelajakka o'tkazishi mumkin. Kelajakka carry forward deymiz inglizchasiga, kelajakda foydalanishingiz mumkin bo'lgan juda kamdan kam soliq kreditlaridan turidan biri hisoblanadi bu. Studentlar bu huquqlaringdan foydalanishlaring kerak. Men o'zimni hayotimdan bir misol aytaman sizlarga. Men 2015-yilda universitetni bitirib ishga tushgunimgacha studentlik davrimda daromadim bo'lmasa ham soliq deklaratsiyasi to'ldirib, to'lagan tuition feelarimni seriyaga report qilib yuraverdim. Har yili deklaratsiya qilib. Bitirish arafasida salkam 60 mingdan sal ko'proq nima qilgan ekanman. Tuition fee to'lagan ekanman. Ya'ni kontrakt puli. Bitirishim bilan universitetga ishga tushdim, o'zi daromad kelishni boshladi. O'sha yilda o'zidayoq hamma shu soliq tuition fee to'lagan to'lovlarimni tax returnimda claim qildim. So'radim. Ishonasizlarmi yo'qmi? 17.500 dollar menga refund bo'ldi. 17.500 dollar. Bir yilda o'zida soliqdan o'sha deklaratsiya qilib yurganlarim uchun daromad qilmasam ham tuition fee'mi soliq seriyaga deklaratsiya qilib yurganligim uchun 2015-yil uchun 2016-yilda 17,5 ming dollar menga refund bo'ldi seriyadan. İçimizde shuncha refund olishi mumkin bo'lgan talabalar, do'stlarimiz yetarli. Agar ular tegishli soliq deklaratsiyalarini qilib yurishsalar, daromad bo'lmasa ham. Nima qildim? O'sha pulga mashina sotib oldim o'zim uchun.
haliyam shu talaba ukalarimiz o'rtasida, ukalarimiz orasida shu talaba shunday bolalar borki, mana bugunni o'zida bir talaba bilan gaplashdim. Men soliq deklaratsiya qilmadim, qilishim kerak emas. Nimaga? Menda daromad bo'lmagan-ku. Nimamda taqdimotimda qatnashing dedim. Xo'sh, yana bitta daromadi yo'qlar uchun foyda soliq deklaratsiya qilishdi. HST, GST solig'ini qaytarib olish. Sizlarga misol qilib oddiy qilib tushuntiraman. Sizlar har safar do'konga yoki internetdan nimadir xarid qilganlaringizda resitga bunday ko'zingiz bilan qarang, siz oladigan resit, ya'ni kashierda beradigan resit. Siz xaridingizni narxini ustiga GST, HST solig'i qo'shilgan bo'ladi. Oziq-ovqat ayrim turlariga amal qilmaydi, lekin asosiy turdagi mahsulotlarga amal qiladi bu soliq turi. Ontarioda bu 13%, New Brunswickda 15%, Albertada adashmasam 5%. Sabab buni federal qismi bor, provinsial qismi bor. Federal qismi 5%, qolgani provinsial hisoblanadi. Shuning uchun HST, GST solig'i provinsiyadan provinsiyaga farq qiladi. Lekin eng muhimi siz o'zi shu soliqni magazindan yoki internetdan narsa sotib olayotganda to'layapsiz. Lekin sizni yillik daromadingiz taxminan $55,000 kam bo'ladigan bo'lsa, bir kishi sifatida, yagona, masalan, biz o'zbekchasiga bo'ydoq deymiz, bilmadim ayollar nima deyiladi. Turmushga chiqmagan ayollar o'zlari agar yashaydigan bo'lsa, ularning daromadi $55,000 kam bo'ladigan bo'lsa, yillik daromadlari yoki oila uchun $65,000 kam bo'ladigan bo'lsa, bu taxminiy. Kam bo'lsa, davlat siz o'sha magazinda to'lagan HST, GSTlaringizni qaytib beradi. Taxminiy qaytib beradi. Chunki kim nima sotib olyapti, necha pul HST, GST xarajat qilyapti, davlat bilmaydi. Shuning uchun taxminiy davlat qaytib beradi. O'zini kriteriyasi bor, muayyan bir formula asosida belgilaydi. Ya'ni HST, GST ni biz buni ingliz tilida HST, GST kredit deymiz. Bu qaytib beriladi. Daromadingiz bo'lmasa, aksida aslida sizga foyda. Daromadingiz bo'lmasa, aslida bu anaqaga to'liq qualify qilasiz, eligible bo'lasiz. Daromadingiz yo'qligi. Studentlarimiz ko'pchilik agar yoshlar 19 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, juda katta ehtimoli bilan bu kreditga eligiblelar. Olishlari mumkin. Yana o'sha masala, buning uchun soliq deklaratsiya to'ldirilishi kerak. Bu HST, GST odatda yilda 4 ga bo'lib beriladi. Har quarter deymiz, har kvartalda beriladi. Ya'ni qaytib beriladigan GST, HST summasi bir kishi uchun $519 hozirda. Buni 4 ga bo'lib beriladi. Ya'ni 4 ga bo'lib beradi. Hech bo'lmaganda telefoningizni pulini chiqarib beradi bu narsa. Agar oila uchun $680 yiliga, har bitta farzand uchun agar ularda farzand bo'ladigan bo'lsa, $179 dan beriladi. Buni talablari bor. Hamma ham bunga qualify qilmaydi, talablari bor, lekin ko'pchiligimiz bu talablarga javob beramiz. Ya'ni daromaddan tashqari Kanada soliq rezidenti bo'lish odam. Aytib o'tdim, ko'pchiligimiz o'zi Kanada soliq rezidentimiz shu 4 ta kriteriyaning bittasi asosida. 19 yoshdan kichik bo'lmaslik, SIN numberingiz bo'lishi, soliq deklaratsiya topshirish. Juda oddiy. Aytganimdek, buning uchun daromad bo'lish shart emas. 4-chi benefit bu bola puli olish. Kanadada 18 yoshga to'lmagan farzandi bor har bir oila, ota yoki ona davlatdan bola puli olish huquqiga ega. Bola pulini olish uchun esa shaxs Kanada fuqarosi yoki permanent rezidenti bo'lish shart emas. Yana qaytarib o'taman. Shaxs Kanadada bola puli olish uchun PR bo'lishi shart emas. Yoki Kanada fuqarosi bo'lishi shart emas. Eng muhimi Kanada rezidenti bo'lishi. Agar oramizda hali PR olmagan do'stlarimiz bo'lsa, Kanadaga kelgandan keyin 18 oy yashagan bo'lish kerak. Bu mana shu talabi bor lekin. Ya'ni Kanadada 18 oy yashagan bo'lish kerak, yoki er yoki xotin.
Agar avvalroq kelgan bo'lsa, erdan hisoblanadi o'sha 18 oy. Agar xotin avvalroq kelgan bo'lsa, ayolni kelganidan hisoblanadi. Buning uchun statusda ahamiyati yo'q. Siz PRmisiz, fuqaromisiz, buni ahamiyati yo'q. Faqat agar 18 oyga to'lmagan bo'lsa, kelganingizga kutishingizga to'g'ri keladi. Eng muhimi, buning uchun yana soliq deklaratsiyasi to'ldirishingiz kerak. Soliq deklaratsiyasiz bola puli berilmaydi. Har bitta bola uchun maksimum bola puli miqdori bu har bir bola uchun $7,787. Maksimum agar siz daromadingiz kam bo'ladigan bo'lsa, agar bolangiz 6 yoshdan kichkina bo'ladigan bo'lsa. Agar bolangiz 6 yoshdan bilan 17 yosh oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, $6,570. 2024-yil nimasiga adjustment, inflation adjustment deymiz. Bular yildan yilga o'zgarib turadi summa, chunki inflyatsiyaga adjust qilinadi. Moslashtiriladi har yili. O'sha aytganimdek, bola pulni olish uchun ota-ona avvalgi yilda soliq deklaratsiyasini qo'shib, billalashib o'zi to'ldirgan bo'lishi kerak.